Kela aka. Senmi? Hop, turib. Voy. Shu mana izolyatsiyasi bo'ladi endi как. Ko'chgandan keyin mana shu tok berishni boshlaydi miyaga. Keyin ishlash prinsipi, ishlash tizimi buziladi. Keyin o'sha holat siz kuzatilgan holat o'sha oxirida o'chish kerak bo'lsa o'chmay qoladi yoki to'xtab qoladi, suv qo'ya olmaydi, shunaqa. Miyaga beraveradi. Mana shundan. Nimadan bo'ladi shunchalik? Suvdanmi? Suvdan aka. Suv bizda tomonlarda yaxshi emas. Filtr qo'yilmaydi suvimizga, o'shaning uchun filtr yo'q. Shuni hisobiga. Ichini ham tozalash kerak. Mana bo'sh kira mashinamiz 7 kilolik. Germaniyaga Turkiya sborka sifat kira mashinalardan. Ancha yil davomida. Endi yili necha yil bo'ldi aka bunga? 2 yil ichida shu ahvolga kelgan. Ko'pincha bunga kir yuvish sodasi va suv sabab bo'ladi. O'shaning uchun kir yuvish sodasini yaxshi tanlash kerak. Suvga esa filtr qo'yish kerak.